Bugun gap juda jiddiy. So'mni tashlaymizmi? Pul islohoti bo'ladimi? Yevroga o'tamizmi? Bankdagi pulimizga nima bo'ladi? Degan savollar ko'payib ketdi. Ayniqsa Markaziy bankning euro bo'yicha bayonoti fonida odamlar orasida turli mish-mishlar, noto'g'ri talqinlar, endi hamma pul euro bo'ladi. So'm qadrsizlanadi. Naqd pulni tezda almashtirish kerak degan xavotirlar tarqalmoqda. Men bugun shu masalani oddiy tilda, lekin ekspert sifatida aniq tushuntirib beraman. Aslida nima o'zgardi? Kim xavotir olish kerak, kim esa shoshilmasligi kerak? Pulingizni qanday himoya qilish mumkin? Bu ma'lumot har bir oila, har bir tadbirkor, chet elda ishlayotgan, yaqinidan pul oladiganlar, bankda omonati borlar, dollar yoki euro saqlayotganlar uchun juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men sizga aniq amaliy qadamlarni aytaman. Qayerga borish, nimani tekshirish, qaysi hujjatlarni saqlash va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki moliyaviy savodxonlik bugun pul topishning o'zi kabi muhim bo'lib qoldi. Avvalo eng katta savolga javob beraman. O'zbekiston so'mdan voz kechyaptimi? Yo'q. Hozircha bunday rasmiy qaror yo'q. So'mni tashlaymiz, euro rasmiy pul bo'ladi. Pul islohoti boshlanadi degan gaplar odamlar orasidagi vahima va noto'g'ri talqinlardan kelib chiqmoqda. Pul tizimidagi har qanday yirik o'zgarish, masalan, milliy valyutadan voz kechish, denominatsiya yangi pul birligiga o'tish, yashirincha bir kunda qilinadigan ish emas. Bunday qarorlar, qonunlar, prezident farmonlari, parlament muhokamalari, Markaziy bankning aniq rasmiy hujjatlari orqali e'lon qilinadi. Unda nima o'zgardi? O'zgargan narsa shuki, bugun valyuta bozori, xalqaro hisob-kitoblar va naqd xorijiy pul bilan bog'liq talablar ancha qat'iylashgan. Ayniqsa euro banknotalari, ularni qabul qilish, almashtirish, eski va shikastlangan kupyuralarni tekshirish bo'yicha banklar juda ehtiyotkor bo'lib qolgan. Buning sababi oddiy. Euro faqat O'zbekiston ichidagi masala emas. Euro Yevropa Markaziy banki, xalqaro banklar, korrespondent hisoblar. Sanksiyalar, banknotalarning haqiqiyligi, eski seriyalar, yirtilgan yoki dog' tushgan pullar bilan bog'liq katta tizimga ulangan. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Qo'limda dollar yoki euro bo'lsa, xohlagan bankka olib boraman, darhol so'mga almashtiraman yoki boshqa valyutaga aylantiraman. Lekin hozir banklar ko'proq tekshiradi. Kupyura eski bo'lsa, dog'i bo'lsa, yirtilgan joy bo'lsa, burchagi kesilgan bo'lsa, bo'yoq izi bo'lsa, hatto ayrim hollarda juda ko'p buklangan bo'lsa ham, bank uni qabul qilmasligi yoki inkassoga yuborishi mumkin. Mana shu holatni ayrimlar euro taqiqlanmoqda. Banklar euro olmayapti. Markaziy bank shok bayonot berdi deb noto'g'ri tushunmoqda. Aslida masala eurodan voz kechish emas, balki naqd xorijiy valyutaning sifati, manbasi, tekshiruvi va bank tizimi orqali qonuniy aylanishida. Bu yerda oddiy odamga eng muhim narsa mish-mish bilan harakat qilmaslik, pulni qo'ldan qo'lga noaniq kursda almashtirmaslik, bankdagi rasmiy kurslar va qoidalarni tekshirish. Endi batafsil tushuntiraman. Kimlar bu vaziyatdan ko'proq ta'sirlanadi? Birinchi navbatda qo'lida naqd euro saqlayotganlar. Masalan, sizning uyingizda 2000 euro bor. Bu pulni o'g'lingiz Germaniyadan olib kelgan yoki siz bir necha yil oldin safardan qaytganda saqlab qo'ygansiz. Agar kupyuralar yangi, toza, yirtilmagan, dog'siz bo'lsa, odada katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin agar bu pullar eski hamyonda yillar davomida turgan, namlik tekkan, rang o'zgargan yoki yozuv yozilgan bo'lsa, bank uni oddiy almashtirishga qabul qilmasligi mumkin. Ikkinchi toifa, chet eldan pul o'tkazmasi oladigan oilalar. Masalan, akangiz Polshada ishlaydi va har oy bexus euro yuboradi. Agar pul bank kartasiga yoki pul o'tkazmalari tizimi orqali kelayotgan bo'lsa, bu odatda naqd kupyura muammosidan ancha xavfsiz. Chunki elektron pul o'tkazmasida sizga bank hisobida summa keladi. Banknotaning eski yangiligi muammo bo'lmaydi. Lekin siz menga faqat naqd euro kerak deb talab qilsangiz, bankda ayni paytda sifatli euro bo'lmasligi, yirik nominal bo'lmasligi yoki qo'shimcha tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'p holatda pulni so'mda olish yoki karta orqali ishlatish qulayroq bo'ladi. Uchinchi toifa, import bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar. Masalan, siz Turkiyadan kiyim-kechak olib kelasiz. Germaniyadan uskunalar sotib olasiz yoki Italiyadan ehtiyot qism keltirasiz. Siz uchun eng muhim narsa valyutani uyda saqlash emas, balki shartnoma, bank o'tkazmasi, invoice, bojxona hujjati va qonuniy hisob-kitob. Agar siz yetkazib beruvchiga 10,000 euro to'lashingiz kerak bo'lsa, buni bank orqali amalga oshirish eng xavfsiz yo'l. Chunki naqd euro olib yurish, chegaradan o'tkazish, deklaratsiya.
xavfsizlik va keyin bankda qabul qilish masalalari ancha murakkab. 4-toifa jamg'armasini valyutada saqlayotgan fuqarolar. Bu yerda men juda muhim fikrni aytaman. Barcha pulni bitta valyutada saqlash xavfli. Faqat so'mda saqlasangiz inflyatsiya va kurs o'zgarishi ta'sir qiladi. Faqat dollarda saqlasangiz dollar kursi va bank shartlariga bog'lanib qolasiz. Faqat euroda saqlasangiz euro dollar nisbati Yevropa iqtisodiyoti banknotalar bilan bog'liq amaliy muammolar ta'sir qiladi. Shuning uchun oddiy oila uchun eng sog'lom yondashuv diversifikatsiya. Bir qismini so'mda kundalik xarajatlar uchun, bir qismini bank omonatida, bir qismini ishonchli xorijiy valyutada, zarur bo'lsa bir qismini likvid aktivda saqlash. Keling, real hayotiy misol qilamiz. Oila 60 million so'm jamg'argan. Ular hammasini euro qilaylikmi deb o'ylayapti. Agar bu oilaning xarajatlari O'zbekistonda bo'lsa, bozor, kommunal to'lov, maktab, davolanish, to'y, remont hammasi so'mda bo'lsa, barcha pulni euroga aylantirish shart emas. Chunki keyin yana so'mga qaytarishda kurs farqi. Bank komissiyasi yoki noqulay vaqtga tushib qolish mumkin. To'g'riroq usul 20 million so'm kundalik va favqulodda xarajatlar uchun so'mda, 20 million so'm bank omonatida, qolgan qismini dollar yoki euroda saqlash mumkin. Bu aniq maslahat emas. Har bir oilaning holatiga qarab o'zgaradi. Lekin prinsip shunday xavfli bo'lish kerak. Yana bir misol, talabani Yevropaga o'qishga yubormoqchisiz. Kontrakt 3000 euro, yashash xarajati oyiga 6 euro. Bu holatda euro saqlash mantiqli, chunki kelajakdagi xarajatingiz euroda bo'ladi. Lekin agar siz hali hujjat topshirmagan bo'lsangiz, viza aniq bo'lmasa, kontrakt tasdiqlanmagan bo'lsa, euro ko'tarilib ketadi degan vahima bilan hamma pulni birdan almashtirish kerak emas. Bosqich bank kurslarini kuzatib, rasmiy kanallar orqali harakat qilgan ma'qul. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning daromadingiz so'mda bo'lsa, xarajatingiz so'mda bo'lsa, qo'lingizda katta naqd euro bo'lmasa, bank omonatlaringiz rasmiy banklarda bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Pul islohoti deganda odamlar ko'pincha ertaga eski pul bekor bo'ladi deb qo'rqadi. Lekin bunaqa jarayonlar bo'lsa ham, odatda uzoq muddatli almashtirish davri beriladi. Hozirgi holatda esa asosiy masala valyuta bozori va naqd euro qabul qilish tartiblari bilan bog'liq. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq qora bozor kursi. Ba'zi odamlar bankdan ko'ra ko'chadagi odam yaxshiroq kurs beradi deb o'ylaydi. Masalan, bank 1 euro uchun shartli ravishda 12500 so'm desa, kimdir 12600 so'm taklif qiladi. Farq 1 euroda 1 million so'm bo'lishi mumkin. Bir qarashda foyda. Lekin xavfchi. Soxta pul berilishi mumkin. Hisobda aldash mumkin. Kameraga kvitansiya bo'lmaydi, kelib chiqish noma'lum pul qo'lingizga tushishi mumkin. Eng yomoni, katta summa bo'lsa, xavfsizlik masalasi ham bor. 1,5 ming so'm foyda deb 1000 eurodan ayrilib qolish hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi tuzoq, eski banknotalarni arzon sotib olish. Ayrimlar bank olmaydigan euroni men olaman. Faqat arzonroq deydi. Masalan, 500 euro eski yoki dog'li kupyurani 450 euro qiymatida hisoblaydi. Odam shoshilib rozi bo'ladi. Aslida esa bu kupyura bank inkassosi orqali qabul qilinishi. Tekshiruvdan o'tishi va keyin pul egasiga qaytishi mumkin edi. Vaqt ketadi, hujjat kerak bo'ladi. Lekin 5000 euro yo'qotishdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank qabul qilmasa, darhol bo'ldi. Pulim yaroqsiz deb o'ylamang. Avval rasmiy tushuntirish so'rang. Uchinchi nozik jihat. 500 euro kupyuralari. Yevropada 500 euro banknotalarining muomalasi bo'yicha yillar davomida cheklovlar bo'lgan, ayrim banklar ularni ehtiyotkorlik bilan qabul qiladi. Bu 500 euro bekor degani emas. Lekin amaliyotda uni almashtirish kichik nominalga qaraganda qiyinroq bo'lishi mumkin. Agar sizga kimdir katta summa berayotgan bo'lsa, imkon qadar midus 200 euro kabi nisbatan qulay nominalni tanlash foydali. Chunki katta nominalni tekshirish, qaytim qilish, qabul qilish ko'proq savol tug'diradi. To'rtinchi nozik jihat, banklarning ichki siyosati turlicha bo'lishi mumkin. Bir bank bir kupyurani qabul qilmasa, boshqa bank ham mutlaqo qabul qilmaydi degani emas. Lekin bu yerda ham bankma-bank yugurishdan oldin telefon qilib so'rash, filialda valyuta kassasi bormi, euro qabul qilinadimi? Shikastlangan valyuta bo'yicha tartib qanday? Inkasso xizmati bormi? Komissiya qancha, muddat qancha? Shularni aniqlash kerak. 5-nozik jihat, markaziy bank aytdi degan gapni tekshirish. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p postlar shunday boshlanadi. Markaziy bank shok xabar berdi.
Tezda pulingizni almashtiring. Ertadan euro olinmaydi. Men sizga moliyaviy gigiyena qoidasini aytaman. Rasmiy manbani ko'rmaguncha ishonmang. Markaziy bankning rasmiy sayti, rasmiy Telegram kanali, banklarning rasmiy sahifalari, qonun hujjatlari portali bor. Agar xabar faqat bitta noma'lum kanal yoki skrinshot orqali tarqalayotgan bo'lsa, bu vahma uchun tuzoq bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat so'mning qadrsizlanishi valyuta tanlash. Odamlar so'm kursi o'zgarsa, darhol milliy valyuta tugadi deb o'ylaydi. Aslida har qanday valyuta kursi iqtisodiyot. Import, eksport, inflyatsiya, tashqi qarz, pul kredit siyosati, aholining valyutaga talabi mavsumiy omillar ta'sirida o'zgaradi. Masalan, import ko'paygan davrda tadbirkorlar ko'proq valyuta sotib oladi, bu kursga bosim beradi. Chet eldan pul o'tkazmalari ko'paygan davrda esa valyuta taklifi ortishi mumkin. Shuning uchun kurs harakati har doim ham pul islohoti degani emas. 7-masala, bank omonatlari. Agar sizda so'mda omonat bo'lsa, euro haqida xabar chiqdi, endi omonatimni yechib olay deyishdan oldin hisoblang. Masalan, so'm omonati yillik 20% daromad berayotgan bo'lsa, siz uni muddatidan oldin yechsangiz, foizdan ayrilishingiz mumkin. Keyin euro sotib olasiz, kurs bir muddat pasaysa yoki o'zgarmasa, siz ikki tomondan yutqazasiz. Omonat foizdan ayrildingiz va valyuta kursidan foyda olmadingiz. Shu sababli har bir qaror raqam bilan hisoblanishi kerak, ko'rgu bilan emas. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, qo'lingizdagi naqd valyutani tekshiring. Agar euro, dollar yoki boshqa valyuta saqlayotgan bo'lsangiz, ularni yo'riq joyda ko'ring. Yirtilgan joy bormi? Dog' bormi? Burchagi kesilganmi? Ustiga ruchka bilan yozilganmi? Yopishtirilgan skoch bormi? Namlik izi bormi? Agar kupyuralar juda eski bo'lsa, ularni alohida qilib qo'ying. Yaxshi olatdagilar bilan aralashtirmang. Chunki bitta yomon kupyura katta summa tekshiruvini murakkablashtirishi mumkin. Ikkinchi qadam, banka borishdan oldin telefon qiling. Sizlarda euro sotib olish va sotish amaliyoti bormi? Shikastlangan yoki eski euro banknotalarini qabul qilasizmi? Inkasso xizmati bormi? Komissiya qancha? Qancha muddatda javob chiqadi? Pasport kerakmi deb so'rang. Bu savollarni oldindan bersangiz, vaqt yo'qotmaysiz. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Oddiy fuqaro sifatida valyuta almashtirish uchun odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar summa katta bo'lsa, bank qo'shimcha savollar berishi mumkin. Bu sizni ayblashyapti degani emas. Banklar pul yuvishga qarshi qoidalar, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi talablar, ichki nazorat bo'yicha savollar berishi mumkin. Agar pul chet eldan kelgan bo'lsa, pul o'tkazmasi kvitantsiyasi, ish haqi hujjati, shartnoma, deklaratsiya, bankdan yechilganligi haqidagi ma'lumot foydali bo'lishi mumkin. 4-qadam, bankdan yozma yoki elektron izoh so'rang. Agar kasr bu kupyurani olmaymiz desa, muloyimlik bilan sababini so'rang. Qaysi belgisi bo'yicha qabul qilinmayapti? Inkassoga topshirish mumkinmi? Tartibingizni tushuntirib bera olasizmi deb ayting. Ba'zan muammo haqiqatan ham kupyurada bo'ladi. Ba'zan esa kasr ehtiyotkorlik qilayotgan bo'ladi. Siz mojaro qilmasdan rasmiy tartibni bilib olishingiz kerak. 5-qadam, pulni bo'lib saqlang. Uyda katta miqdorda naqd valyuta saqlash xavfli. O'g'irlik, yong'in, yo'qotish, namlik, bolalar tasodifan shikastlashi, hatto kupyuraning eskirishi muammo. Agar jamg'arma katta bo'lsa, bir qismini bank omonatida, bir qismini karta yoki hisobda, bir qismini zarurat uchun naqd shaklda saqlash mantiqli. Naqd pul kerak, lekin hammasi naqd bo'lishi shart emas. 6-qadam, xarajatingiz qaysi valyutada bo'lsa, jamg'armani ham shunga moslang. Agar siz O'zbekistonda uy olmoqchi bo'lsangiz, bitim so'mda bo'ladimi yoki shartli valyutada kelishiladimi? Shuni biling. Agar farzandingiz Yevropada o'qisa, euro kerak bo'ladi. Agar AQShga to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, dollar kerak bo'lishi mumkin. Agar kundalik hayotingiz so'mda bo'lsa, hamma narsani euroga aylantirish ortiqcha xavf bo'lishi mumkin. 7-qadam, kursni bir kunda emas, davr bo'yicha kuzating. Ko'pchilik eng katta xatoni shoshilganda qiladi. Bugun yangilik chiqdi, ertalab bankka yugurdi, hamma so'mni euroga aylantirdi. Ertasi kuni kurs pasaydi yoki bank spredi sabab zarar ko'rdi. Yaxshiroq yo'l, kerakli summani bosqichma-bosqich almashtirish. Masalan, sizga 3 oy ichida 3000 euro kerak bo'lsa, hammasini bir kunda emas. Haftama-hafta yoki oyma-oy olib borish mumkin. Bu kurs xavfini kamaytiradi. 8-qadam, kredit va qarzga ehtiyot bo'ling. Agar daromadingiz so'mda bo'lsa, lekin qarzingiz euro yoki dollarda bo'lsa, kurs oshganda yukingiz ortadi. Masalan,
Siz 5.000 euro qarz oldingiz. O'sha paytda euro 13.000 so'm edi. Qarzingiz 5 million so'mga teng edi. Kurs 14.000 bo'lsa, shu qarz 7 million so'mga chiqadi. Siz hech narsa qilmaganday ko'rinasiz. Lekin 5 million so'm farq paydo bo'ladi. Shuning uchun valyutada qarz olishdan oldin daromadingiz ham shu valyutada yoki hech bo'lmaganda barqaror ekani muhim. 9-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Markaziy bankning rasmiy sayti va kanallarni, o'zingiz foydalanadigan bankning e'lonlarini, valyuta ayirboshlash qoidalarini tekshiring. Qo'shnim aytdi, Telegramda yozishdi. Bankdagi tanishim aytdi, moliyaviy qaror uchun yetarli asos emas. Pul masalasida xabarni 2-3 rasmiy manbadan tekshirish kerak. 10-qadam, agar tadbirkor bo'lsangiz, buxgalter va bank menejeri bilan oldindan ishlang. Import shartnomangiz bo'lsa, to'lov valyutasi, muddat, konvertatsiya tartibi, komissiya hujjatlar, invoice, bojxona deklaratsiyasi, yetkazib beruvchi rekvizitlari to'g'ri bo'lishi kerak. Valyuta bo'yicha xatolik ba'zan oddiy fuqaroda kichik zarar bo'lsa, tadbirkorda katta kechikish, jarima yoki tovarning ushlanib qolishiga olib keladi. Endi pul islohoti bo'ladimi degan savolga yana qaytaman. Pul islohoti deganda bir nechta narsa tushuniladi. Denominatsiya, ya'ni nollarni qisqartirish, eski kupyuralarni yangisiga almashtirish, naqd pul dizaynini o'zgartirish yoki milliy valyuta siyosatini tubdan o'zgartirish. Bularning har biri alohida jarayon. Markaziy bankning euro bo'yicha qoidalari yoki bayonotlari avtomatik ravishda so'm tugadi degani emas. Milliy valyuta har qanday davlatning iqtisodiy suvereniteti bilan bog'liq. Uni almashtirish yoki boshqa valyutaga o'tish oddiy texnik qaror emas. Juda katta siyosiy, iqtisodiy, huquqiy masala. Shu bilan birga men hech narsa bo'lmaydi, bemalol yuring demayman. Moliyada xotirjamlik kerak, lekin beparvolik kerak emas. So'm kursi, inflyatsiya, bank foizlari, valyuta qoidalari, xalqaro vaziyat doimo o'zgaradi. Aqlli odam vahimaga tushmaydi, lekin tayyorgarlik ko'radi. U pulni hisoblaydi, hujjatini saqlaydi, bank bilan ishlaydi. Shubhali odamlarga ishonmaydi. Hamma jamg'armasini bitta savatga solmaydi. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, O'zbekiston so'mdan voz kechayotgani haqida rasmiy asos yo'q. Euro bo'yicha gaplar asosan naqd xorijiy valyutani qabul qilish sifati, tekshiruvi, bank tartiblari va xalqaro moliyaviy talablar bilan bog'liq. Qo'lingizda euro bo'lsa vahima qilmang, lekin kupyuralarni tekshiring. Bankka oldindan murojaat qiling. Shikastlangan pullar bo'lsa inkasso tartibini so'rang. Jamg'arma esa faqat bitta valyutada emas. Ehtiyojingiz va xarajatingizga qarab oqilona taqsimlang. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Moliyaviy qarorni mish-mish bilan emas, raqam, hujjat va rasmiy manba bilan qabul qiling. Agar pulingiz siz uchun qadrli bo'lsa, uni shoshilinch qarorlar bilan xavfga qo'ymang. Siz nima deb o'ylaysiz? Jamg'armani so'mda saqlash kerakmi? Dollardami yoki eurodami? Qo'lingizda bank qabul qilmagan euro yoki dollar bo'lganmi? Tajribangizni kommentariyada yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pul haqidagi to'g'ri ma'lumot bugun har bir xonadon uchun himoya vositasidir.